aytuvdim o'rtog'imning akkauntini obzor qilaman deb. Mana shu akkaunti birinchi qora olingan, dizayni tushgan. Sizlar bilan video chiqaruvdim. Keyin Tiagoni ham mana shu akkauntga ochib bergandim. Suarezni o'zi ochgan. Undan oldin Suarezni ham sotib olgandi bilmasdan. Ikkita bo'lgan. Qora o'yinchilar 1 2 3 ta. Rivaldo 92. Yamal bor. 90 Yamal 200 holat. Kontrol 98. Holland 90 200 bundan ham chiqqan. Rivaldodan yaqinda chiqadi endi. Bellinghamdan undan ham chiqaradi hali. 88 Bellingham, 90 Pedri. Undan ham hali chiqaradi 100, hali chiqmagan. Valverde 87 kam kuchaygan. Nuno Mendes 88. Tushishi qiyin bo'lyapti ekan speed acceleration'lariga. Van Dijk bo'lsa 100 chiqqan Van Dijkdan. Bastonidan 100 chiqmagan hali. Hakimidan ham hali 100 chiqargan yo'q. Ikkinchi darvozabon Donnarumma. Gabriel juda kam kuchaygan, hali 100 chiqmagan. Pirezlarda bir martagina kuchaytirgan. Dembele 100 chiqarilgan ekan Dembeledan. Rodridan hali 100 chiqmagan, lekin 89. Dezayli umuman kuchaytirilmagan hali. Viniciusdan 200 chiqarilgan ekan. 89. 91 keyin, lekin hali 200 chiqqan yo'q. Hali Salah ham yaxshi kuchaygan, o'rtacha bo'ladi. Mbappedan hali 100 chiqmagan, chiqishiga ozgina qolgan. Bular hali umuman kuchaymagan. Harakat qilib endi ikkinchi qorani ham olganda unga ham video qilamiz. Bolalar, like'larni bossak, do'stlar.